Diqqat, bugun yangi qaror imzolandi. Oylik maoshlar oshiriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qozog'istonda eng kam ish haqi 150 ming tengagacha oshirilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda bugun 14 aprel kuni o'tkazilgan hukumat brifingida Milliy iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Azamat Amrin ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirgi vaqtda eng kam ish haqi 85 ming tenge bo'lib, uni oshirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Dunyo bo'yicha eng kam ish haqi o'rtacha ish haqining 50% tashkil etadi. Bu taxminan 300 ming tenge atrofida. Bizning maqsadimiz esa uni 150 ming tengagacha yetkazishdir, degan u. Biroq mazkur o'zgarishning aniq muddati hozircha rasman e'lon qilinmagan. Rasmiylarga ko'ra, minimal ish haqini oshirish masalasi to'liq ravishda davlat byudjetining moliyaviy imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi. Bu yil daromadlar qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Agar ijobiy dinamika saqlansa, moliyaviy imkoniyat paydo bo'ladi va bu qarorni amalga oshirish mumkin bo'ladi, degan vazir o'rinbosari.